Ota-onaning voyaga yetmagan bolalariga to'laydigan aliment miqdori qancha? Ushbu videoda mana shu savolga qonuniy javob berib o'tamiz. O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksining 99-moddasiga muvofiq, agar voyaga yetmagan bolalariga to'laydigan ta'minot bo'yicha ota-ona o'rtasida kelishuv bo'lmasa, bolaning ta'minoti uchun aliment sud tomonidan quyidagi miqdorda belgilanadi. Bir bola uchun ota-onaning har oylik ish haqi va daromadlarining 4/1 qismi, 2 bola uchun yuqoridagi mablag'ning 3/1 qismi, 3 va undan ortiq bola uchun yarmisi miqdorda belgilanadi. Bu holatda oilaviy ahvol va boshqa elementlarni inobatga olgan holda ushbu miqdor sud tomonidan kamaytirilishi va ko'paytirilishi mumkin. Shuni inobatga olish joizki, har bir bola uchun to'lanadigan ta'minot qonunchilikda belgilangan mehnatga haq to'lash eng kam miqdorining 26,5% dan kam bo'lmasligi shart. Videoga like bosib, yanada ko'proq ma'lumotlarni bilib olish uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.